avtorenging xizmatimizda akalar mana ko'rishinglar mumkin. Mashinani kattakoni kelib qoldi. Onamizda yurgani joy qolmay qoldi akalar. May, mashinalarning katta bo'lsa ham gaplaring katta bo'lmasin dedi. Akalar olgan ham sotgan ham baraka topsin. Kraskasini tozalab yuborishgan ekan bu mashinani. Nomini qora qilish va sotgan odamni o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak. Bu jemchuk rang juda ham qiyin kraskasini topish. Lekin ikkita joydan kraska chiqib qoldi. Svetni o'chirib yuboring-da. Mana ko'rishlaringiz mumkin akalar sizlar ham. Ko'rasizlar? Shopirimiz bu shopir deyishi ponni sepilgan akalar mana bag'radnoy. Mana radnoy rangni ko'ringlar akalar. Akalar hozir 1 minutda mana orqa eshigimiz radnoy akalar mana. Shopir deyishi ponni. Orqa eshik toza, orqa qanotimiz ham toza. Orqa bagajni ko'ringlar akalar, bagajimiz ham sepilgan. Mana mashina shpakirovkasi bor, bitmochasi. Nomeri chiqib qolmasin deyapmiz akalar mana. Vaqacha dakansa kelgan. Yo'qoring. Hyundai Kia nima degan? Sorento degan mashinamiz ekan. Akalar mana shunaqa olayotgan mashinalarning kraskasiga aldanib qolmanglar. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Ishimiz rivoji uchun hoji aka bitta podpiska like bosib qo'ying. Boshqa aldayotgan odamlar ham bu videolarni ko'rib insofi uyg'onib ketib qolsa, hamma sizga ham bizga ham savobi tegadi. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Joyimiz Farg'onada, Kirgili mashina bozorida ham bor, Vadil mashina bozorida ham bor akalar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar.